Salkam 1,5 sotuvga chiqadigan 4 xonali uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Bu uyimiz Sergeli tumani Sadoqat mahallasida joylashgan. Narxiga keladigan bo'lsak, $78,500 deyilyapti. Bu yerga kelganimizda mana shunaqangi hovlimiz bo'lyapti. Bu yerda darvozaxonamiz, asosiy binoga kiramiz. Kirganimizda koridor qismimiz, o'ng qo'limizda uyimizning oshxonasi bo'lyapti. O'zining mebellari, texnikalari bilan jihozlangan. Texnikalar chiqib ketadi. Oshxona mebellari qoladigan bo'lyapti. Bu yerga kelamiz. Chap qo'limizda bitta detskiy xonamiz bo'lyapti. Kadastrlari, hamma hujjatlari joy-joyida. Olaman desanglar 1 kun 2 kun ichida oformit qilsa ham bo'laveradi. Bu yerda yana bitta yotoqxonamiz bo'lyapti. Bu yerda shunaqa orqaga hovliga joy tashab ketishgan, havo aylanish uchun, provetrisi bo'lish uchun shunaqa joylar tashab ketishgan ekan. Bu yerda bo'lsa, uyimizning spalnisi bo'lyapti. O'zini sanuzllari bilan birgalikda. Bu yerda sanuzllari bilan birga. Bu yerda oxirgi joyimiz uyimizning umumiy sanuzli bo'lyapti. Bu yerda uyimizning alohida zal qismi joylashgan ekan. Hozir ko'rsataman bu yerni ham. Bu yerda uyimizning zal qismi bo'lyapti. Shunaqa turdagi uylar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Aloqa uchun pastdagi raqamlarga telefon qilaverasizlar.